Assalomu alaykum. Kunning muhim voqealari tafsiloti bilan efirda xabarlar. Studiyada Hurmatoy Nurmatova. Avval bugungi dasturimizdan qisqacha. Qirg'izistonda un ishlab chiqaradigan korxonalar yopilishi xavfi ostida. Import qilingan unning hajmi ko'payib, ishlab chiqarilganlari sotilmayapti. Ana sirtdan kelgan buğday biraz da olsa bizga qimmatroq kirish kerak. O'zgandagi yer ko'chki bo'lgan hududlarda yashovchilar boshqa joyga ko'chishga qarshi. Endi hukumat qanday chora ko'radi? Hozir ham baribir chek uy solib nima qilish qudratisiz ketmaydi. O'sh voqeasiga 7 yil bo'ldi. Hozir qirg'iz-o'zbek do'stligi avvalgidan ham yaxshilanib, birdamligi kuch oldi. Bizde o'sha damkomdor tekshirib turishadi. Bunday o'g'landay o'g'la bizda bunday qiziquvlar yo'q. Qirg'izistonda un ishlab chiqarish korxonalari yopilish xavfida bo'lib, mahalliy 20 kombinat ayni damda o'z ishini to'xtatgan. Bunga Qirg'iziston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilganidan beri import qilingan unning ko'payishi sabab. Endi ayrim xalq vakillari sirtdan kelgan bug'doyga qaytadan narx solig'ini ko'tarish tashabbusini qo'yishdi. Sababi bu vaqtgacha bug'doy va unga bo'lgan soliq bekor qilingan edi. Natijada davlat budjeti 600 million so'm atrofida zarar ko'rgan. Agar hukumat don mahsulotlarini importini nazoratga olmasa, o'lka hududidagi ishlab chiqaruvchilar inqirozga uchraydi. Bishkekning un kombinatida ishlab chiqarilgan unlar sotilmay, omborda to'plangan unlar ko'payganligi sabab inqirozga uchrash arafasida. Bu borada un kombinatining ishlab chiqarishi bo'yicha direktori Xiyolbek Do'smatov Qozog'istondan kelgan un ko'payganligi bilan tushuntirdi. Qirg'iziston Yevroittifoqqa a'zo bo'lgandan keyin o'lkaga import qilingan mahsulot hajmi ortgan. Түштүк тарапка унду кетире албай калдык. Анткени себеби талас аркылуу, таластын чек-аралары аркылуу контрабанда ун кирип атат да. Налог төлөнбөй, арзан 20 сомдук унду 2 сом деп өткөзүшүп. Tegirmonlar bir sutkada 500 tonnagacha bug'doy ishlatish imkoniga ega bo'lishiga qaramay, kombinat 2 oyda 10 kungina ishlagan. Ko'pchilik ishchilar esa maosh to'lanmaganligi sabab noiloj mehnat ta'tiliga chiqishgan. Bunday vaziyat hududlardagi tegirmonlarda ham kuzatilmoqda. Undan chiqishning birgina yo'li qatori import qilingan bug'doyga narx solig'ini qayta kirgizish bo'yicha qonun loyihasi taklif etilib, unda qonun muhokamadan o'tsa, budjetga ham qo'shimcha katta mablag' tushishi mumkinligi aytilgan. Өкмөт мыйзам киргизип туруп, ошол НДСти алып салганда, менин максатым ошол НДСти кайра ордуна коюп коюш керек. Бюджетке акча каражат түшүш керек. Анан сырттан келген буğday biraz da olsa bizga qimmatroq kirish kerak. Анткени биз өзүбүздүн буğday тиккендерди ойлошубуз керек. Xalq vakilining so'zlariga ko'ra, qonun amalga oshishiga mazkur tarmoqda ishlagan ayrim amaldorlar qarshi. Sababi o'lkada un ishlab chiqarish to'xtasa, chet davlatdan olib keluvchi don mahsulotining narxi ham qimmatlashi mumkin. Shu sabab dehqonlar bug'doy maydonlarini ozaytirib, o'rnini eksport qilib, daromad oluvchi meva-sabzavotlar bilan to'liqlashi bugungi kunga to'g'ri keladi. Sababi o'lkada meva-sabzavot bo'lgan muhtojlik saqlanishi kerak. Erте өсүчү бадыран, помидор, жанагы башканы пайдасын көбүрөөк аласыңар. Жетишпеген будайды, унду биз ушу Казакстандан алганыбыз ыңгайлуу болуп атат да. Mutaxassislar agar hukumat don mahsulotlarini eksport-import bo'lishini nazorat qilmasa, tadbirkorlar inqirozga uchrashi mumkinligini ogohlantirishmoqda. Buning uchun chegaradan noqonuniy olib o'tiluvchi mahsulotlarni taqiqlash kerak. Masalan, import qilingan bug'doyga qo'shimcha 12% narx solig'i solinsa, o'lkadagi un ishlab chiqarish to'xtab, 5000 ga yaqin fuqaro ishsiz qolishi mumkin. Vaziyatni ezga solish uchun hukumat tadbirkorlar bilan birga reja ishlab chiqishi natija beradi. Madina Ulug'bek qizi Gulzara Baqayeva, Azamat Imanov, Intimaq, Bishkek. Yer ko'chki bo'lgan O'zganning Ayusay qishlog'idagilar yerini tashlab boshqa joyga ko'chishga qarshi bo'lishmoqda. Hozir ular ulush yerlarga ekin egib ko'chma uylarda yashashmoqda. Qishloqdagi 101 uyda qayta ko'chga tushish xavfi bo'lganligi uchun hukumat ularga 4 ko'l uchastkasidan yer ajratgan. Yashovchilar esa ekinlarni tashlab begona joyga ko'chishga qarshi bo'lishmoqda. Ular o'zlarining yerlari xavfsiz ekanligini aytib, favqulodda holatlar ministrligiga qaytadan tekshiruv olib borishni talab qilish. Ularning talabi asoslimi? Muxbirimiz hikoya qiladi.
Ayusoyliklar o'z hududlarida ekin ekish ishlarini boshlab, dala ishlari deyarli yakunlangan. Makka jo'xori va bug'doy chiqib, dehqonchilik ishlari qizg'in bo'lmoqda. Bu orada xavfli hududda yashayotgan 101 oilaga O'zgandagi To'rtko'l qishloq hukumatidan yer uchastkasi ajratilgan. Ammo yashovchilar u yerga ko'chishdan bosh tortishmoqda. Mana yoqda ulishimiz, yerlar, odamlarni bardig'i shu yerda egniga boshqa qilib, ama qayerda qancha yashaydi? U yerda ne, qancha suv yo'q yerda odamlar dele tushunsa kerakda. Chek bersa olamiz. Anani qudrati jetganda salamiz. Hozir ham borib chek uy solib nima qilish qudrati jetmaydi. To'rtko'lda elektr yorug'ini o'rnatish va toza suv berish ishlari olib borilmoqda. Yashash sharoitlari yaratilgandan keyin Ayusoy yashovchilarini ko'chirish ishlari boshlanadi. Suvga o'zincha qarajatlar bo'linib turadi al yerga. Suv chorvachilik ministrini al yerda Xudoy bo'lsa suv chiqarib beradi degan umiddamiz. Mahalliy yashovchilar ota-bobosidan qolgan yerda qolish iltimosi bilan bugun Jo'g'ri kengash deputatlariga murojaat qilishdi. Ko'chkidan jabrlanganlarning holidan xabar olib, moddiy yordam ko'rsatish uchun kelgan xalq vakillari yashovchilarga hududda qolish xavfli ekanligini ogohlantirishdi. Yashovchilar hudud xavfsiz ekanligini aytishganligi uchun Favqulodda holatlar ministrligi qaytadan tekshirish ishlarini olib borish qaroriga keldi. Bizning atayin monitoring departamentining adisteri kelib, жерінде изилдөө иштерин жүргүзүшкөн. Жалпы айыл боюнча 101 үйдү кооптуу деп тапкан. Бул турак үйлөр милдеттүү түрдө көчүрүлүүгө тийиш. Ал эми жергиликтүү жарандардын азыр өзүлөрүнүн айтышы боюнча биз көчпөйбүз. Ата жерибизден калган жер керек болсо кагаз жазып берем, өлсөм көчкүн астында калсам макулмун деген сөздөрүн угуп атасыздар. Бул деген туура эмес. Баягы жеткиликтүү түшүндүрүштөр жүрбөгөндүктөн болот деп ойлоймун. Mahalliylar bu vaqtgacha hududda qolish bo'yicha tilxat yozishgan. Favqulodda holatlar ministrligi esa yashovchilar arizasini qabul qilmagan. Qarshi bo'lishlariga qaramay majburiy ko'chirishlarni aytishdi. Eslatib bo'lsak, To'rtko'l uchastkasida Yalpoqtoshdan 200, Ayusoydan 101 oila ko'chiriladi. Ma'lumot o'rnida 29 aprel kuni Ayusoyda yer ko'chki 6 uyni bosib qolib 24 kishi halok bo'lgan. Jabrlanganlar bu vaqtgacha xavfsiz yerga ko'chirilib, chodirlar o'rnatilgan edi. Oradan 2 oy o'tib yashovchilar mobil uylarda yashashmoqda. Majina Ulug'bek qizi Begmay Hasanova, Azam Buzrikov, Intimaq. O'sh va Jalolobod shaharlarida bo'lgan iyun voqeasiga 7 yil bo'ldi. Bu vaqt oralig'ida qirg'iz-o'zbek do'stligi mustahkamlanib, birdamligi kuch oldi. Vaqt o'tishi bilan kelib chiqqan mojaro uchinchi kuchlar tomonidan amalga oshirilganini tushunishdi. Hozir ikki elning munosabati avvalgiday yaxshilanib, tug'ishganlar kabi kun kechirishmoqda. Tahlilchilar esa uchinchi kuchlar xalqning tinchligini buza olmasligini aytishmoqda. O'shda qirg'iz-o'zbek xalqining tinch hayoti to'g'risida muxbirimiz bayon qiladi. 7 yil avvalgi fojiani surat, videolargina xotirlatib turmasa, hozir O'sh shahri gullab yashnagan. Yomon niyat tarafdorlari ta'siri bilan buzilgan binolar o'rniga yangi qurilishlar, do'kon, ishxonalar ochildi. Ko'chalar turli gullar bilan bezalishi shahar yashovchilarining tinch hayotidan xabar beradi. Eng asosiysi qirg'iz-o'zbek millatlari yanada yaqin bo'lib, do'stlik yana bir pog'ona ko'tarildi. Bunga voqea vaqtidagilarning hozirdagi aloqasi misol qilish mumkin. Ular 2010-yildan beri davlat direksiyasi qurib bergan ko'p qavatli uyda qo'shni bo'lib, birdamlikda yashab kelishmoqda. Ular shu kungacha to'y marosimlarini birga o'tkazib, farzandlari bir hovlida birga o'ynashadi. Men qarab turib shunday xursand bo'lamda. Intimaq yashaydi, urushmaydi, hech qachon urushmaydi, bir-biri bilan yaxshi o'ynashadi. Bizde shu damkomdor tekshirib turishadi. Bunday bo'lganda bizda bunday qiziquvlar yo'q. Yaxshi. Shu bilan birga mahalliy hukumat millatlararo tadbirlarni o'tkazib kelmoqda. Unda so'nggi 7 yil davomida qishloq hukumatlarida, rayonlarda konsert dasturlari o'tkazilib, birdamlikni mustahkamlashga hissa qo'shib kelishmoqda. Shuningdek, qo'shni O'zbekiston bilan ham shartnoma imzolanib, xalq artistlari hududlarda spektakl, konsert berishyapti. Hozir misol o'sha etnoslik to'plarning yetakchilari, liderlari kelib, har doim shu bunday intimoqlikda жақшырта turgan, birimlikni kuchaytira turgan shunday ish-charalarga o'zlari demilga ko'tarib, bizning shu bunday cho'g' o'tkazgan ish-charalarimiz ko'pda.
Tahlilchilar esa millatlararo birdamlik bir umr saqlanib qoladi deb ishonishadi, sababi iyun voqeasining ta'siri bilan yashovchilar tinch hayot qadriga yetishgan. Shuningdek, salbiy kuchlarga ishonchsizlik ham yuzaga keldi desak bo'ladi. Demak, qirg'iz o'zbek millatidagi el do'stlikni madh etib yashaydi. Себебі şu Жөнөкөй эле эки адамдын ортосундагы болуп болбогон пикир келишпестикти деле алар өздөрүнчө Жөнөкөй гана бул жарандын ортосундагы гана пикир келишпестик деп сезип кабыл алып жакшы бир мамилеге келтирүү жолун өздөрү ойлоп таап калышты. Ta'kidlab o'tsak, millatlararo fojiaga 10-iyun kuni 7 yil bo'ladi. Har yili shu kunda halok bo'lganlar xotirlanib Qur'on o'qiladi. O'sh shahrida shahid bo'lganlar uchun onalar ko'z yoshi esdaligi o'rnatilgan. Majina Ulug'bek qizi Nurjamol Barg'abayeva, Qimmatbek Abdisamad o'g'li, Intimaq. Qirg'iz-o'zbek munosabatlari yaxshilanganini bir-biri bilan quda bo'lganidan ham bilsa bo'ladi. Iyun voqeasidan beri ikki millat bir-biridan kelin olib, o'g'il uylantirganlar ko'paydi. Ularning qatorida Jaloloboddagi Abdug'apparovlarning oilasi ham bor. O'g'lini qirg'iz qiziga uylagan oilaning boshlig'i o'zbek yigiti. Ularning ikki millat vakili bo'lgani farzandini urf-odati boshqa millatdan qiz olishiga turtki bo'ldi. Yoshlar bir-birini yoqtirib, iyun voqeasidan 3 yil o'tmay oila qurishgan. Internatsional oilaga bizning ijodiy guruh mehmonga borgan. Bardığıdan bo'ladi-da, o'zbekchasida, qirg'izchasida, akordeonda, kannayda. Abdug'apparovlarning oilasi ikki millatdan tashkil topgan. Turmush o'rtog'i Abdusattar aka o'zbek bo'lsa, Gulnaz opa qirg'iz qizi. O'z vaqtida ularning turmush qurishlariga ota-onalari ham qarshi bo'lmagan. Oilaning 3 farzandi bor. Ular 40 yildan beri birga yashab kelishmoqda. Meditsinskiy kollejga o'qigan, uchilishi o'shada o'qiydilar. O'shanda bir-birimiz bilan tanishib, shuni aytib, bizlar ulutun qanday, sen qirg'izsin, sen o'zbeksin degan narsa o'zi yo'q bo'ldi. Yozdilar bizni uy bilan narsa yo'q, Xudoga shukr. Oila ikki millat urf-odatlarini saqlab, taomlardan ham bir kun 5 barmoq bo'lsa, bir kun palov tayyorlanadi. To'y bazmlarida ham ikki millat musiqalari chalinib, bu oila mustahkamligiga yanada hissa qo'shadi deyshadi oila vakillari. Men O'zgan rayondan shu Jalolobodning Suzaq rayoniga tushib qolganman. Bola-chaqali bo'ldi. Mana tushganman 40 yil bo'ldi. Shu qirg'izga qirg'izcha, o'zbekcha qilaverib yurib qoldik. Abdug'apparovlar oilasida millatga qarab ajralish degan so'z bo'lmaydi va farzandlarini ham shunday tarbiyalashgan. Katta kelini ham qirg'iz qizi bo'lib turmushga chiqqaniga 10 yilga yaqin vaqt bo'lgan. Shu sen menga bormay, sen o'zbek, sen qirg'iz qanday bo'lmaydi. Yaxshilar uylardan bolalar yashayotadi. Ta'kidlab o'tsak, Jalolobod oblasida 80 dan ortiq millat vakillari yashaydi. Mamlakatdagi millatlar birdamligini mustahkamlashda internatsional oilalar namuna bo'la oladi. Ta'kidlab o'tsak, 2010-yildagi iyun voqeasidan keyin Jalolobod oblasida qirg'iz-o'zbek millatidagilar turmush qurishi 100 dan ortgan. Dasturimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Avval uning qisqacha mazmuni bilan tanishtirib o'taman. Yangiliklarni esa reklama va e'lonlardan so'ng davom ettiramiz. Bizdan uzoqlashmang. Qirg'iz-o'zbek chegarasidagi bahsli hududlar yaqinda aniqlanadi. Shanxay hamkorlik tashkilotini bankini tashkil qilish kerak. Batken shahridagi muzbuloq qo'riqxonasi yangilandi. Qirg'iz-o'zbek chegarasidagi bahsli hududlar yaqin orada aniqlanadi. Ikki o'lkaning demilitatsiya va demarkatsiya bo'yicha kelishuv loyihasi tezlashtiriladigan bo'ldi. Bu haqda Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashgan vaqtda aytildi. Natijada prezidentlar tegishli muassasalarga o'rtadagi demilitatsiya bo'yicha topshiriqlarni berishdi. Oldinda mana shu xabarlar bilan qisqacha. Qirg'iziston-O'zbekiston chegara hududlarini aniqlash ishlari tezlashishini Prezident Almazbek Atambayev O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan Qozog'iston poytaxti Ostona shahrida Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti asosida uchrashuv vaqtida aytildi. Natijada ikki o'lka rahbarlari tegishli xizmatlarga chegarani delimitatsiya va demarkatsiyalash bo'yicha kelishuv loyihasini tayyorlash ishlarini tezlashtirish vazifasini berishdi. Eslatib o'tsak, ikki o'lka aloqasi o'tgan yil kuz mavsumidan boshlab yaxshi tomonga o'zgara boshlagan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 1378 kilometrni tashkil qilgan chegaraning 320 kilometri aniqlanmagan. Prezident Almazbek Atambayev Shanxay hamkorlik tashkiloti bankini tashkil qilish kerak deb hisoblaydi. Bu haqda bugun Ostona shahrida o'tayotgan sammitda aytdi.
Atambayev Qirg'iziston, Hindiston bilan Pokiston tashkilotga kirishi tarafdorligini, Shanxay hamkorlik tashkiloti kengashi bilan tashkilot asosida birlashgan harakatlarda yangi siyosiy va iqtisodiy sharoitlar yaratilishini bildirdi. Prezident o'z so'zida xavfsizlik bo'yicha harakatlarni kuchaytirishni taklif etdi. Qirg'iziston Shanxay hamkorlik tashkiloti Taraqqiyot bankini tezroq ochish kerakligini ko'pdan beri aytib keladi. Bu vaqtgacha tashabbusga Rossiya qarshilik bildirgan. O'sh obasidagi xususiy tadbirkorlar Qirg'iz-Rus rivojlantirish jamg'armasidan kredit olishda muammoga duch kelishmoqda. Ko'pchilik kerakli hujjatlarni olib kelgani bilan pul yo'q degan javobni olishmoqda. Bu haqda bugun Jo'g'ri kengash deputatlari oblast yashovchilari bilan uchrashuvida aytildi. Undan tashqari sport federatsiyalariga mamlakatdan birday mablag' ajratilmayotganligi ham muhokama qilindi. Xalq vakillari yig'inda muammoli masalalarni tegnab, eng ahamiyatlilarini Jo'g'ri kengash yig'iniga olib chiqishni aytishdi. Эми Кыргыз-Орус фондунун жетекчилигине биз фракциянатына кат жолдойбуз. Жана жогорку кеңештен атайын тапшырма беребиз. Ушул түштүк региондун атайын өздөрү келип, ушу ишкерлер менен чоң жыйын өткөрүү боюнча маселени коебуз сөзсүз түрдө. O'shda qon berish hayot sovg'a qilish bilan barobar deb nomlangan aksiya o'tkazildi. Tadbir 14-iyun Jahon qon donorlari kuniga qarata Milliy Qizil Oy jamiyati O'sh obasi qon markazi bilan birga uyushtirilgan. Maqsadi qonga muhtoj og'ir ahvoldagi bemorlar umrini saqlab qolish bilan birga ixtiyoriy donorlarni ko'paytirish. Bir kunlik aksiyaga shahar yashovchilari va qon topshirishga befarq bo'lmaganlar ishtirok etishdi. Mutaxassislar hozir Ramazon oyi bo'lganligi uchun ishtirokchilar soni oz ekanligini aytishdi. Xalqaro standartda 1000 kishiga 40 donor to'g'ri kelsa, Qirg'izistonda 5 kishini tashkil qiladi. Ta'kidlab o'tsak, qon berish hayot sovg'a qilish bilan barobar deb nomlangan aksiya O'sh shahrida har ikki oyda o'tkazilishi aytildi. Biz ушул 14-iyun бүткүл дүйнөлүк донорлордун күнү болуп майрамдалат. Ошол бүткүл дүйнөлүк донорлордун күнүнө карата иш-чараларды карадык эле. Ошолордун бири бүгүн кан тапшыруу боюнча акция өткөзүп жатабыз. Бул акцияны өткөзгөн себеби көп адамдар кан тапшыргандан коркушат. Себеби бир жугуштуу оору жугузуп алабыз деп коркушу мүмкүн, көбүрөөк кан алып коет деп коркушу мүмкүн. Илгери көп эле союз маалында айтат, биз канча кан тапшырганын билбей калдык деп. Qorasuv rayonida Tashirov o'rta maktabida boshlang'ich sinf o'quvchilarining bitiruv kechasi uyushtirildi. Unda maktabda qirg'iz va o'zbek tilida ta'lim olgan 30 dan ortiq o'quvchi 4 yillik bosqichni tamomlashdi. O'quvchilarning raqs ijro etib, she'r aytishlariga ota-onalari ham guvoh bo'lishdi. Maktab rahbariyati va qishloq hukumatidan kelgan vakillar tomonidan a'lo bahoga o'qishni tamomlaganlar taqdirlandi. Batken shahridagi Muzbuloq qo'riqxonasi yangilanmoqda. Joriy yil hisobidan ta'mirlash ishlari olib borildi. Shuningdek, memorial taxtachasi ham o'rnatilgan. U Ikkinchi jahon urushi vaqtida front ortida mehnat qilgan ayollar xotirasini aks ettiradi. Bundan 20 yil avval tashkil qilingan dam olish maskaniga o'lkaning turli hududlaridan kelishadi. Tarixiy yodgorliklar himoyaga olinib, ularning ro'yxati har yili to'ldirilmoqda. Muzbuloq qo'riqxonasiga bizning ijodiy guruh ham borib qaytgan. Batkenning Qorabuloq qishlog'idan 3 chaqirim uzoqlikda joylashgan Muzbuloq qo'riqxonasi 20 yil avval inson qadami yetmagan joy bo'lgan. Kon bosgan 1 gektar maydonni tabiiy go'zalliklar bilan bezab, ko'zni quvontiradigan dam olish maskaniga aylantirgan kishi bu Murzapar Uson. Bu yerdagi shifobaxsh buloqlarni tozalab, nomiga moslab skulptura yo'nalishi bilan bezatgan. Ularning biri Bola bulog'i. Burada bayagı bala ko'rmaganlar neme kelib turush yerda bala tilep баягы неме кылып кетчүбөдүлөр да. Анын мен бул жерде коруктай баштагандан кийин анын бул жөн акпаш керек. Демек бала тилеп аткан болсо, демек жаш наристенин колунан баягы пияладан куйдуруп коёюн деген баягы. Donishmand Baqay, Manas, Almanbet botirlarining haykallari qo'riqxonaning asosiy qismi hisoblanadi. Haykallar Manasning 1000 yillik marosimiga bag'ishlanib ko'rgazmaga qo'yilgan. Bu orada uning betakror asarlarini katta pulga sotib olish taklifi ham tushgan. Biroq u o'ziga tegishli haykallarni pulga sotmasligini, bugungi kunda aholining sevimli maskaniga aylangan Muzbuloq dam olish maskaniga o'rnatgan. Ошол Manas Almanbet haykellери өрүктөн жасалган, ошол Manas haykeli şu 3 adamның құчағы жетпеген чоң өрік эле. Андай өрүктөр азыр жок. Бардыгы şu менимче ал өрүктөр 300 жылдан ашыгыраак жашаган өрүктөр.
Muzbuloq qo'riqxonasi bu yil ta'mirdan o'tkazilib, o'zgartirishlar kiritildi. G'alabaning 72 yilligi munosabati bilan front ortida xizmat qilgan ayollar ham aks ettirilgan. Endi bu yerda Manasdan tashqari mehnatkash ayollarning memorial taxtasini ham uchratish mumkin. Murzapar Uson Qirg'iziston faxri bo'lgan Aygul Gulini qo'riqxonaga olib kelish tashabbusini ham ko'targan. Чармаларында өзүнүн ички дүйнөсүн кеңири бере алган. Анткени айтып атпаймынбы, мектепте экологиялык тарбияларга өтө көңүл бургандыктан бакы жараткычты кантип коргоо керек, ата бабаларды кантип эскерүү керек, бакы санжыралар ушулар тууралуу көп жазган. Бул эмгектери бир гана музбулак менен чектелбестен анын чыгармаларында да калып атат да. Muzbuloq qo'riqxonasida Manasning yodgorligidan tashqari Muzaffar Uson yasagan 10 ga yaqin haykallar ham bor. Dam olish maskaniga keluvchilarning soni uzilmay, har kuni 100 ga yaqin odam Qirg'izistonning turli hududidan kelib ziyorat qilib ketadi. Eslatib o'tsak, Muzbuloq qo'riqxonasi 1997-yili ochilgan. Muzaffar Uson mazkur qo'riqxonaga yana yangiliklar kiritishni rejalashtirmoqda. Dasturimizni xalqaro yangiliklar bilan davom ettiramiz. Inson huquqlari bo'yicha BMTning bosh kotibi Antonio Guterres Markaziy Osiyodagi safari vaqtida inson huquqlarini holati to'g'risidagi masalani qo'zg'ashga chaqirdi. Human Rights Watch xalqaro tashkiloti Markaziy Osiyo o'lkalari yetakchilarini qiynoqlarni to'xtatishga, tinch namoyishchilarga va o'z fikrini erkin bildirishga ruxsat berishga undaydi. 12-iyunda Antonio Guterres Tojikistonga boradi. Bosh kotibning safari so'nggi vaqtlarda o'lkada 100 dan ortiq yuristlar, faollar qamalib, inson huquqlari so'nggi 20 yil ichida bo'lmagan darajada buzilgan vaqtga to'g'ri keldi. Antonio Guterresning Markaziy Osiyoga safari Turkmanistonda nihoyasiga yetadi. Ostona bilan Beijing Xitoy raisi Si Szinpinning Qozog'istondagi safari vaqtida bir necha shartnomalar imzolandi. Qozog'istonga bevosita investitsiya tortgan Qozoq-Xitoy hamkorlik fondi bir necha soliqning turlaridan ozod qilinadi. Si Szinpin bilan uchrashuvlar vaqtida Nursulton Nazarboyev Ostona Xitoydagi 51 ishlab chiqarish ishxonasini Qozog'istonga ko'chirish bo'yicha ishlar davom etayotganini bildirdi. Imzolangan hujjatlar orasida Xargos daryosi seldan himoya qiluvchi platina qurish, birgalikda kino ishlash, Qozog'istonning fan va maorif ministrligiga superkompyuterlarni berish to'g'risida kelishuvlar bor. Bundan tashqari Qozog'iston Moliya ministrligi bilan Xitoyning soliq administratsiyasi soliq masalalari bo'yicha o'zaro kelishuvlari to'g'risidagi memorandumga qo'l qo'yishdi. Shuningdek, Qozog'iston bilan Xitoy tabiiy boyliklardan foydalanish bo'yicha shartnomani 3 yilga uzaytirdi. Meksikada arxeologlar bu vaqtgacha yomg'ir va chaqmoq xudolarining hurmatiga qurilgan qadimgi ibodatxonalar topilganini e'lon qilishdi. Yaqinda mana shu yerdan shamol xudosi Eucatlga qurilgan yana bir ibodatxona topilgan. Mutaxassislarning fikricha, ularni Azteklar qurgan. Tarixiy binolar joylashgan hudud muzeyga aylanishi ham mumkin. Mexikoda Teplomayor arxeologik kompleksda qadimiy asrga taalluqli ehrom topildi. Uni 1481-yili shamol xudosi deyilgan Etelning hurmatiga Azteklar qurgan deb aytilmoqda. U yomg'ir va chaqmoq xudosiga bag'ishlab solingan ehromlarning yonida joylashgan. Imorat uzunligi 35 metrni tashkil etadi. Su importancia es evidente, es decir, Бул өтө маанилүү табылга. Биз азыр ушул храмдардын жардамында байыркы убактын цивилизациясын толук карап чыгып, диний иш-чараларды кандай жүргүзүп келишкенин изилдеп көрөбүз. Shuningdek, arxeologlar qadimgi asrlarga taalluqli sport maydonini ham topishdi. Yaqin kunlarda Etel ehromini va topilgan sport maydonini istaganlar tomosha qilib ketishlari mumkin. Mutaxassislarning aytishicha, ehromlar topilgan joyni muzey qilish rejasi qaralmoqda. Bunga qadar yana yangi ochilishlar bo'lishi kutilyapti. Yaponiyada dunyodagi eng katta bo'lgan Kamo akvariumida meduzalar dunyosi ko'rgazmasi ochildi. Bu yerga kelgan tomoshabinlar 2000 ga yaqin meduzaning turini ko'ra olishadi. 20 yildan beri ishlayotgan Kamo akvariumining yana bir o'zgachaligi shundaki, kelgan tomoshabinlar meduzalarni ko'ribgina qolmay, ulardan tayyorlangan taomlarni ham tatib ko'ra olishadi. Yaponiyaning Tsuruaka shahridagi Kamo akvariumi yashovchilarga meduzalarning sirli dunyosini ko'rsatdi. Bu yerda jami 60 dan ortiq meduzalarning turini solishgan. Ushbu akvarium dunyodagi eng yirik to'plam deb topildi. Diametri 5 metrni tashkil etgan oynakli to'sma basseynga 2000 dan ortiq meduzalar solingan.
Ko'rgazmani tomosha qilgani kelgan mehmonlar akvariumdagi go'zallik ertakdagidek e'tiborlarni jalb etganini aytishmoqda. Kamo akvariumini tomosha qilgani har yili 2 milliondan ortiq sayyohlar keladi. U bundan 20 yil avval ochilgan. U paytlarda taniqli bo'lgan meduzalar xilining 2%ni to'plashib, soni 3000 ga yetgan. Kamo akvariumining yana bir o'zgachaligi bu yerga kelgan odamlar meduzalardan tayyorlangan taomlardan iste'mol qilishlari mumkin. Uni muzqaymoq bilan ham tayyorlashadi. Shuningdek, akvariumning xizmatchilari har kuni o'qitish seminarlarini o'tkazib turishadi. Bunda meduzalarni qanday parvarishlash kerakligini va oziqlantirishning yangi uslublarini o'rganishadi. Bugun Intimaq muxbirlari tomonidan tayyorlangan xabar va lavhalar mana shulardan iborat. Dam olish kunlaringiz mazmunli o'tsin. Xayr-omon bo'ling.